Siz ham kechasi 11 dan keyin uxlay olmayapsiz. Har xil miyada chalkash fikrlar ko'p. O'sha amalga oshirilmagan ishlar va rejalashtirilgan ishlar, har xil holatlar. Va obeddan keyin kechki vaqt kofein, energetik ichimliklar ichish ko'proq. Va bu albatta kechqurungi, ya'ni tungi organizm uchun eng zarur bo'lgan uyquni ketkazib yuboradi. Shuning uchun albatta sizni va bizni bu uyqusizlik bezovta qilishi mumkin. Hozir uyqusizlikni eng asosiy 6 ta sababini keltirib o'taman. Ungacha kanalimga obuna bo'lib qo'ying va unga yechim ham berib ketamiz. Qisqacha o'zimni tanishtirib o'taman. Men vrach-nevrolog, neyrofiziolog Sundan Sattorov Amiqlovich, 7 yillik tajribaga ega. Xo'p, bugungi mavzumiz oxirgi paytlardagi ko'p yosh va o'rta yoshdagi bemorlarimizdan tushayotgan savollar yuzasidan olishga qaror qildik. Xo'p, uyqusizlik o'zi 6 ta sabablaridan mana ketma-ket sanab beraman. Xo'p, birinchisi o'sha qo'lingizdagi telefon. Xo'p, nega? Sababi insonni ko'ziga yorug'lik tushishi bilan o'zi insonda qorong'ida ishlab chiqariladigan o'sha melatonin yorug'lik tushishi bilan melatonin ishlab chiqarilishi 45 minut 1 soatga kechikadi. Bu esa insonni uyquga bo'lgan xohishini pasaytirib, insonning tetikligini oshiradi va inson, ya'ni siz uxlay olmaysiz. Bu bitta sababi. Xo'p, bunda nima qilish kerak? Yechim uxlashdan 1,5 soat, 2 soat oldin telefondan foydalanishni qat'iy cheklash. Ya'ni agar siz sog'lom uyquni tashkillashtirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni o'z hayotingizga rejimga yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, o'sha minimum 1 soat, 1 soat 2 soat oralig'ida uyqudan oldin telefonni cheklash zarur hisoblanadi. Va undan tashqari o'sha uxlashdan 1 soat oldin iliq dush qabul qilish juda ham yaxshi samara beradi. Uyqusizlikning ikkinchi sababi bu aylanma, ya'ni chalkash fikrlar. E'tibor berganmisiz? Shuni uxlashga yotasiz, miyada har xil chalkash fikrlar, ya'ni kun davomida sodir bo'lgan voqea hodisalar, ishdagi, o'qishdagi, uydagi holatlar miyada chalkash fikrlar aylanadi. Ya'ni karusel miyamizni egallab oladi. Biz esa uxlashga yotmoqchimiz. Biz qanchalik darajada uxlashga o'zimizni majburlagan sari miya shishadi. Ya'ni bu majoziy ma'noda albatta miya o'zida nagruzka his qila boshlaydi va katta ehtimol bilan uyqu kelmaydi. O'zi umuman uyqu sistemasi kuch bilan chaqiriladigan narsa emas bu. Qanchaki odam rasslablenani yumshasa, ya'ni o'zini bo'sh qo'ysa, shuncha uxlash ehtimolligi, ya'ni uxlash tezligi shuncha oshadi. Shuning uchun albatta mana shu kun davomida qarz, bolalar, oilaviy muammolar, ishdagi har xil holatlarni kechqurun o'sha uyqu paytida o'ylashni yig'ishtirib, maksimum o'zini bo'sh qo'yib, yaxshi narsalarni o'ylab, agarda zarur bo'lsa va maksimum hamma narsani unutib, uyqu haqida sekin bo'sh holatda o'ylash tavsiya qilinadi. Agarda siz напряженный, ya'ni tarang holatda o'ylab, tezroq uxlashim kerak degan fikrni ilgari sursangiz, teskarisi uyqu shunchalik uzoqlashadi. Bunga bittada qoldiradigan yechim bor. Xo'p, buni video davomida aytib o'tib ketaman. Uchinchi sababi bu xavotir va stress. Xavotir, stress, yurak tez urishi, nafas siqilish holatlari sizni bezovta qilayotgan bo'lsa, albatta bu uyquga ta'sir qiladi. Endi uxlolmadingizmi? Bu xavotirni yana 2 karraga oshiradi. Shuning uchun albatta bu holatda yechim berilishi kerak. Xavotir, stress, mana shu holatlar uzoq davom etadigan bo'lsa, bu faqatgina uyqu muammosi emas, bu nevrologik muammo ham bo'lishi mumkin. Uyqusizlikning 4-sababi bu kofein. Ya'ni, siz har kuni o'sha sevib iste'mol qiladigan kofe va ko'k choy, qora choy. Bu kulgili tuyulishi mumkin, lekin haqiqat. O'sha ko'k choy va qora choyda kam miqdorda kofein bor. Bu esa insonda qaramlik chaqirib va kechqurun va obeddan keyin ujinda, aynan ovqatdan keyin bizning xalqimizda ko'k choy ichish urfga aylangan. Bunda ham kofein bo'lganligi uchun kechqurungi bizani uxlashimizga salbiy ta'sir qiluvchi o'zini ta'siri bor. Shuning uchun albatta bu holatni, ya'ni ko'k choy va kofe mahsulotlarini uxlashdan oldin ichish tavsiya qilinmaydi.
Beshinchi sababi bu kundalik uyqu rejimini bo'lmasligi. Masalan, bugun 11 da yotdingiz, ertaga soat 12 da, undan keyin 1 da, yana 2 kun 3 kun o'tib yana 10 da, 11 da. Shunaqa holatda insonda ishlab chiqariladigan melatoninni ishlab chiqarilish vaqti buzilib ketib qoladi. Bu esa insonda biologik ritm bor. Ya'ni uyquga tayyorlanish holatlari buzilganligi hisobiga insonda umumiy kechqurun ishlab chiqariladigan o'sha melatonin surilishi, ya'ni erta yoki kech surilishi bu albatta uyqusizlikka olib keladi. Uzoq vaqt shu holatni davom etishi insonni nevrozga olib kelishi mumkin. Buni yechimi hozir zamonaviy hayotda, mana shu rivojlanish asridamiz, o'sha telefon gadjetlarimizda uyqumizni normallashtirish, ya'ni ma'lum bir rejimga solish uchun bir qancha programmalar yaratilgan. Albatta bu muammo bo'lganligi uchun yaratilgan. Agarda biz xohlagan paytda shuna yotib melatonin to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarilganda edi, bu programmalarga hojat qolmagan bo'lardi. Lekin o'sha butun melatonin, ya'ni uyquni to'g'rilash muammo bo'lganligi uchun butun dunyo bo'yicha mana shu holatlar, mana shu programmalarni yaratish avjiga chiqmoqda. Shuning uchun siz ongli ravishda mana shu programmasiz ham uyqungizni normallashtirishingiz mumkin, ya'ni rejimini. Yoki agarda sizda ayrim ish bilan, o'qish bilan va boshqa muammolar sabab shuni yo'lga qo'ya olmayotgan bo'lsangiz, o'sha telefon va gadjetlarga suyanib, undagi programmalar sizga yordam beradi. Bunda qat'iyatlik juda muhim. Uyqusizlikni 6-chi va jiddiy sababi bu boshqa kasalliklar hisobiga yuzaga keluvchi uyqusizlik. Bu nima degani? Masalan, sahrin diabet. Bu diabetический stopa deydi, ya'ni oyoqlar bezovta bo'ladi. Undan tashqari bezovta oyoqlar sindromi ham bor. Aynan uyquga yotgandan boshlanadi. Va Parkinsonizm kasalliklari, onkologik kasalliklar, qalqonsimon bez funksiyasining oshish holatlari, gipertiroz bilan kechuvchi kasalliklarni bitta belgisi bu uyqusizlik hisoblanadi. Shuning uchun albatta bu holatda mutaxassislar ko'rigi juda ham zarur hisoblanadi. Azizlar, uyqusizlik har doim ham faqat o'zi kelmasdan boshqa kasalliklarni fonida ham kelishi mumkin. Shuning uchun har bitta holatda jiddiy yondashganingiz ma'qulroq. Shunaqa foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying.